Cherry O'zbekiston oilasiga yana bitta model kirib kelyapti. Aniq ayta olaman, juda ham funksional va hozirgi zamon talablariga to'laqonli javob bera oladi. Uni xarid qilish bo'yicha ham shartlar uncha-muncha avtosalonlarda, to'g'rirog'i brendlarda yo'q. Darhaqiqat Cherryni hamma yomon ko'radi, yomonlaydi, lekin Cherry aynan avtomobil sanoatida O'zbekistonda juda ham ko'plab modellarni olib kelish hamda yangilash bo'yicha peshqadamlikni yo'qotmayapti. Bugun u haqida emas, Cherry Ariza 6 haqida gaplashib o'tamiz. Lekin Xudo xohlasa kanalimga obuna bo'lib qo'ysangiz, videolarimizni kuzatib bo'lsangiz, men birinchilardan bo'lib o'sha avtomobilni obzor qilib beraman. Telegram guruhimga o'tib qo'ying, videolarimni tashlab qo'ygan bo'laman. Cherry Ademaster avtosaloniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Cherry Ariza 6 Pro haqida bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugungi video obzorimizda Ariza 6 Pro haqida to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Ya'ni pozitsiyalar o'rtasidagi farqi, boshlanish to'lovi, oylik to'lovi haqida ma'lumot beramiz. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, Ariza 6 miz 3 ta pozitsiyada chiqadi. Birinchi pozitsiyamiz atmosferli motorga ega bo'lib, live komplektatsiyada deyiladi. 1.5 atmosferli motor, 113 ta ot kuchi, to'liq ko'zaga ega bo'lgan salon, multifunktsional rul hamda monitor bilan jihozlangan bo'ladi. Uchala pozitsiyamizda ham orqa parktronik hamda orqa kameralar bilan jihozlangan bo'ladi. Birinchi pozitsiyasida ham yomg'ir yog'ganda oyna tozalashlar avtomatik ishlaydi hamda qorong'i tushgan paytda faralar avtomat yonib boshlaydi. Xo'p, birinchi pozitsiyamiz hamda ikkinchi pozitsiyamiz komfort haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, orasidagi narxida 15 million so'm farq qiladi. Ya'ni 239 million 900 ming so'mga live komplektatsiyasini oladigan bo'lsangiz, 254 million 900 ming so'mga mana bu komfort pozitsiyasini olsangiz bo'ladi. Farqi oldi o'rindiqlarga qo'shilib, orqa o'rindiqlari ham qiziydigan funksiyaga ega bo'ladi. Labo oynalarda qiziydigan funksiya qo'shiladi hamda rul chambaragimiz ham qiziydigan bo'lib keladi. Diskalarimiz 17 razmerga o'zgaradi hamda 1.5 turbo motor. Asosiysi shu. 147 ta ot kuchiga ega bo'lgan 1.5 turbo motor bilan jihozlanadi. Avtomobilimizga 5 yil garantiya yoki 150 ming kilometrgacha masofa beriladi. Ya'ni bemalol 5 yillik garantiya bilan faqat Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu avtomobilimizni, ya'ni Ariza 6 Pro mizni 3-pozitsiyasi, intelligent komplektatsiyasi mavjud bo'lib, narxi 279 million 900 ming so'mni tashkillashtiradi. Eng full komplektatsiyamizda 360 gradus kameramiz, slepoy zonamiz, adaptivniy cruise control, avtostop hamda besprovодной zaryadka bilan jihozlangan bo'ladi. Bu avtomobillarimizni 4 xil usulda xarid qilsa bo'ladi. Naqd pulga, bankdan kredit, foizsiz muddatli to'lov hamda bank aralashuvisiz Fincom leasing dasturi asosida avtosalonning o'zidan bemalol avtomobilni rasmiylashtirsa bo'ladi. Naqd pulga xarid qilganlar uchun 25 million so'm foydamiz bor. Ya'ni birinchi komplektatsiyamiz 239 million 900 ming so'mga emas, 214 million 900 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi komplektatsiyamiz 254 million 900 ming so'mga emas, 229 million 900 ming so'mga hamda eng full komplektatsiyamizda 279 million 900 ming so'mga emas, 254 million 900 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Avtomobil narxlarini eshitib o'tdingiz. Siz bu narxda qanaqa avtomobil xarid qilgan bo'lardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring hamda sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Eslatib o'taman, rasrochkamiz oldin 30% tashkillashtirgan bo'lsa, bugungi kunda faqatgina Cherry Navoiy ADM Astra mijozlari uchun 25% boshlanish to'lov evaziga foizsiz muddatli rasrochkani, ya'ni muddatli to'lovni rasmiylashtirsa bo'ladi. 36 oygacha bo'lgan muddatda bo'lib, agar boshlanish to'lovimiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, doimgidek bank aralashuvlarsiz faqat avtosalonning o'zidan Fincom leasing dasturi asosida bemalol avtomobil xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, MPI motor sistemaga ega bo'lgan ushbu avtomobillarimizga propan gaz ballon o'rnatish tavsiya etiladi. Ya'ni yoqilg'i muammo bo'lganligini hisobiga. Chunki bular 92 benzindan balandlikka yurish kerak bo'ladi. Bu muammoni biz yechimini topdik. Avtosalonning o'zidan tayyor gaz ballonli, ya'ni propan gaz balloni bilan birga xarid qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, 53 million so'm boshlanish to'lov ichida, ya'ni tayyor propan gaz ballon, orqa oynalarning tonirovkasi, salon ichidagi poliklari hamda radiator himoyasi, setka zashitasi bilan birga 53 million so'm boshlanish to'lov ichida bemalol avtomobil xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ta'kidlab o'tamiz, agar boshlanish to'lovingiz ko'p bo'lib, ya'ni 50% boshlanish to'lovni tashkillashtiradigan bo'lsa, live komplektatsiyamizda 60 oy muddatgacha avtokredit asosida oylik to'lov 3 million so'mdan to'lab borib, bemalol live komplektatsiyani olsangiz bo'ladi. Oq, qora xohlagan rangingizdan tanlab beramiz. Undan tashqari avtomobillarimizga bepul test drive'lar tashkillashtirilgan bo'lib, salonga kelgan paytingiz bemalol mashinani haydab ko'rib, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yoqadigan bo'lsa, Cherry Navoiy ADM Astra avtosalonidan bitta pasport evaziga atigi 2-3 soat oralig'ida nomingizga rasmiylashtirib ketsangiz bo'ladi. Bizning ish vaqtimiz har kuni ertalabki 8:30 dan kechki 20:00 gacha bo'lib, 18:00 gacha kelgan har bitta mijozimiz uchun bepul test drive'lar tashkillashtirilgan. Xo'p, manzilimiz to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Navoiy viloyati Karmana tumanida joylashganmiz. M37 trassada, ya'ni Buxoro Navoiy trassasida bo'lib, Moxina to'yxonasidan razvorot qilib kelasiz. Bemalol bizning avtosalonimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Shaxsan o'zim avtomobil xarid qilishingiz uchun yaqindan yordam bera olaman.
Taqdim etilgan ma'lumotlar sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish, videoni yaqinlarga yo'llash yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman. Cherry avtomobillarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ikkilanmasdan Karmana tumani M37 yo'lida Mohon yo'lxonasiga yetmasdan joylashgan Cherry ADM Aston avtosaloniga murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim ham shu yerda bo'laman. Charchamanglar.